Uzul PHP dersiga 4-cü qism PHP hərflər tizmisi. Hərflər tizmisi deganimiz bu söz yoki söz birikmisi bo'ldi va yoki xohlagan latincha hərflərninki birikmisi bo'lsa bo'ladi. PHP'dagi hərflər tizimi o'zgaruvchi miqdor asosli tekst qiymatini saqlash ishlatiladi. Biz hərf tizimi o'zgaruvchi miqdor deganni qisqartib hərf tizimi deb ataymiz. Tövəndə PHP'dagi hərf tizimi mashg'ulotga munosabatli ifoda funksiyalar bilan tanishib chiqamiz. Avval biz eng oddiy bo'lgan hərf tizimini ko'rib boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu bir o'zgaruvchi miqdor, buningki qiymati dal tekst hujjati, ya'ni hello world degan tekst hujjati iborat. Oxirida buni ekranda ko'rsatish buyrug'ini bersak, bu yerga erkin o'zgaruvchi miqdor qiymati keldi. Buningki tor ko'rgichdagi ko'rilish qiymati ma'lumotda bo'ladi. PHP'deki tangdaş hesaplash ifodasi, ya'ni hərf tizimisiniki mushu birla hesaplash ifodasi bo'lib, u dal tangdash hesaplash ifodasi deb ataladi. Uni odatda bu bir chekit orqali ifodalaymiz. Buningga bir amaliy misol ko'rsak, masalan, bu text 1, text 2 hujjatniki ikki qiymatini biz urib chiqargan vaqtimizda ikki qiymatni keyin-keyindan chiqsin demoqchi bo'lsak, o'ttirga bir bo'shliq kelgan, qo'shtirnoq ichiga ilingan bir bo'shliq. Ama ikki tal chekit orqali biz bu ikki dona tekst hujjatini ulab chiqardik. Buningki tor ko'rgich ko'rilish unumi maqlalat chiqdi. Uchinchi, strlen funksiyasini ishlatish. Bu funksiya hərf tizimisidagi hərf sonini hisoblash iqtidoriga ega. Masalan, amaliy misol ko'rsak, funksiyani yozdik. Funksiyaning ikki qiymatiga hello worldni bergandan keyin buni biz amaliy unumini ko'rsak 12 deb chiqdi. Bu 12 degan qiymat nereden kelgan deganda dal mushniki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dan iborat mushu 12 dona hərfni tashkil topdi degan mushu butun hərf sonini bizga ko'rsatib bergan. Dördüncüsü strpoz funksiyasini ishlatish. Bu funksiya ma'lum hərf yoki hərf tizimisining o'rnini izlash iqtidoriga ega. Hərf tizimisidagi birinchi hərf noldan boshlanadi, birdan boshlanmaydi. Shuning bu tövəndə bizga o'rnini ko'rsatib bergan vaqtiki, amaliy misol qarasak, masalan, yanına hello world, buningga strpoz funksiyasini ishlatdik. Bizga world degan qism so'zningki qaysi o'rinda ekanligini ko'rsatib beradigan buyruqni bergan bo'lsak, buningki tor ko'rgichda bizga 6-o'rin deb ko'rsatib berdi. Ya'ni bu 6-o'rin nereden kelgan deganda 0 dan boshlab hisoblaymiz. Bu o'rinni hisoblagan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6-o'rin. Dal 6-o'rindan boshlab world degan so'z boshlandi degan mush uchurni bizga ko'rsatib berdi.